Balam, toy işini oylaşdın mı? Yeşanma bir yak berip kaldı. Ya özün kızlatmaysan, ya biz degenge unamaysan, ha? Mening o'ylig'im badada. Toy qilish shundoq oson ishmi? Uningga pul bo'lmaydi-da. Bizmi jiq to'ylarga bordik. Obdanaroq, yaxshiroq qilmasak bo'lmas. Silnisa xotin. Sen toy qilishga oldirmag'achqa bu uyni setib oldik. Bezidik. Qani, bir amal bo'lib qala. Senden keyin singlim bormasmi? Sen undaq deganing bilan 30 ming so'm bo'lmasa to'y qilib bo'lamdi. Qani, sen bir qiz topmamsan. Qag'inig'i men ba. Mushu vaqtcha sizlarni bo'yin qistirib qo'ymadim. Dada, desam Zökra to'y qilishtirsin bo'lmasa, keyinchi bir gap bo'la. Oy, akba, qanday ahvoling ko'rinmaysan-ku? Yaxshi, men ba, o'zingchi, nima ishlar bilan? Men shu savdo ishlari bilan degina. Savdo? Qanday savdo? Keyinchalik savdo solmamdi. O'zing nima ishlar bilan? Ya'ni shu maktabning ishlari bilan. Bugun dam olish kuni. Shun ozroq narsa kerak setib olayda chiqishi. Birdan o'ltamaylimi? Bo'ldi. O'ltasak bo'ladi. Lekin mening ozroq ishim bor edi. Shunga berib kelay. Agar mumkin bo'lsa bizning uy baxchi mahallisida. Berib birdan paranjib kelasiz, ha? Ma'qul. Keyinchi boraman, ha? Bo'ldi. Borasiz, ha? Ma'qul, xo'sh. Oy. Xafa bo'lma. Hafta qilishtirikdagi birliklar bu. Erenchev no'g'an qiz emasdi. Qandaq. Jira. Xeyildan beri kendimizni ayishib kelyapsiz. Bizga deydigan barakatimiz bor, o'xshamamdi. Sizlar bilan tanishib qoladigan shu. Ondaqda birga boshlamamsiz. Buning ichida tanishib ketib bo'lmas. Çataq yo'q. Siz bilan uzunroq o'tirdik vaqtingiz bormi yoki ozramsiz? Vaqt degan yetarli. Bugun dam olish kun tursa. Undaq bo'lsa, mening uyimga ketmandiq. Ma'qulamsa, yuringlar. Bu yigitning ixtiyorchi bo'lsin. Men oshxona restoranlarning tanlig'i. Yuringlarsa. Amsi chiqibla taksidan bir nechasi. Mayli.
Ay, sizlar turib turinglar. Men yigidek bir narsa kelay. Ha, shunday qilib ma'qul. haqqi. Hey, Zubayda, u xeli bo'ldigan yigitgana. Qarab tur. Uni o'zim taklif qildim. Adash, uni kuyib qilib, ishni buzib yurmayin. Xotirjam, uni qo'lga tushirmasak bo'lmaydi, juma. Unda bo'lsa, men bu yerda ishlasam bo'pti-ku. Maktabning ishki to'ktok maoshi qarab turibdi. O'qituvchi ekansiz-da. Maoshingiz qancha? Aram 800 so'm. Sud o'tgan savdogarning bir kunlik foydasini bir oyda oladi ekansiz-da. Bichara. Sizlar nima ish qilsizlar? Savdogarchilik qilamiz. Nima savdo? Hop ila parsit savdosi. Sizdek chiroyli yigitlarni indakka keltirib savdosi deymamsa, adash. Demisanglarmi, indakka gap bo'ldi. Asosiy maqsad kelsak, bu soatda o'tadigan darsimiz til yoziq tarixi. Buningdagi asosiy masala tildan iborat. Til bo'lsa insonlarning eng muhim bo'lgan birdan-bir aloqalash quroli bo'lib, til insonlar uchun eng muhim qurolning biri. Bu til insonlar paydo bo'lish bilan birga paydo bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisa. Odatda biz deb kelayotgan til tavush, fonema, so'zdan iborat 3 tarkibdan tuzilgan bo'lib, bular biz davatgan tilni tashkil qiladigan omil. Biz leksologiya, buningda bilmoqchi bo'lgan mazmun tuvandagidek 2. Ya'ni birinchisi ma'nodosh so'z. Ikkinchisi qarama-qarshi so'z. Ma'nodosh so'z degani nima? Ma'nodosh so'z deganimiz ma'no jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlarni ma'nodosh so'z deymiz. Endi ikkinchisi qarama-qarshi ma'nolik so'z deganimiz ma'no jihatdan bir-biriga zid bo'lgan so'z, qarama-qarshi ma'nolik so'z deb ataladi. Sizlar bo'shamasgansizlar jimo. Men sizlarni qizlaroq shido desam, oqiratnimi ichib qo'ydi ekansizlar. Qaraganda bo'shamasgansizlar. Achingizni ancha tilyapsiz. Bu degan tamakining aykiga chekib boqamsiz? Qanday tamaki bu? Purqi g'alati ekan bu. İşte silih kiratamda. Silih bo'g'ini bilan purqi g'alati ekan. Ta'mi qonsiz ekan. Odamni ko'ngli ilashtiradi ekan. Doğruluq tamaki tursa bu. Doğru degan qonsiz bo'lmay tatbiq bo'ladimi? Chekdingiz bo'lmasa qo'ying. Arzon tamaki emas bu.
Bo'ldi. Xapomanga. Bu tamakin zoti qanday foydasi bor? Qansiqkan, sesiqkan demay bir chekib tegasangiz, foydasini aniq ko'rsiz. Sırağıhtan oynaydı. Qara, dostum chiqib kelsin ketdi. O'sha chiqib ketdi. Yaxmidimi? O'shani so'ramsiz. Ko'zlarimga qarasangiz hammani tushunasiz. Undoq bo'lsa qaytib qiling. Nima deyapsiz? Qanday qaydi ekan? Zoti qanday qaydi? Shuni tushunmaysiz. Qizlarga ochiq gap. Unda bo'lsa, o'zingizni to'g'rilab bo'ldi. Herhalde insafımız varken cumhurcun. Qunduz, populga azroq yigidek bir nima aytgiri? Ma'qul. Do'stimni bozaq qilib bo'lmoqchimi, Akbar? Xotirjam bo'ling, Qunduz. Menda undaq niyat bo'lsa-mu, lekin undaq jur'at yo'q. Bo'ldi. Biz o'zimizning ishni qilsak qanday? O'tiraylik. Endi bu tamagidan bir necha ekan. Meni bu tamaga qachab zo'rlab ketdingiz. Zoti qanday foydasi bor? Bu tamakin cheksiz ajoyib kuch qudratga ega bo'lasiz. Shaklik bo'lasiz. Baştırı dememsiz. Ben kino televizorlarda çeteliklerine hoşuna tamakin çekimini köygen. Lekin ben çekip bakmagan. Faydası bulmasa ulamı çekmez akça. Qani. Götüreyim. Hı? Uyup isteyemedim ha. Mesut kalmagan siz. Oldu kıla ha. He?
Voy, nima deb kelding? Zubayda bormi? Yo'q, U ne ketdi? ketadigan ketdi. Manga hiliq tamakidan basiniz bo'pti. Tamaki degan pulga keladi, yigit. Puling bormi? Ba. Undaq bo'lsa qani kira. Hey, u yoq bu yoqqa timiz qilib qarab yurmay. Oy, kiraman. Qancha pul? 150 qo'y. Nimachi qimmat tamaki u? Bu degan odatdagi tamaki emas, xiroyin chekding, yigit. Uning bahosini mendan o'qdan bilgansa. Puling bormi, yo'q? Bo'lmasa bu yerda turmay yo'qol. Nimanda qo'pollik qilasiz? Bizga tanishmaydiganlardan bo'lmasa. Men sendeklardan necha 10 ni to'layman. Puling bormi, yo'q? Bor. Undaq bo'lsa qara. Puling ara 73 qo'y ekan. Bo'pti, tanish bo'lgandan keyin sen e'tibor qilay. Yana 30 qo'y chiqa. Menda faqat shu pulli bor. Bo'lmasa xo'jayindan so'rab boqay. Qo'shilmiz, menda ranjima. Ma'qul. Xo'jayin qo'shilmadi. Pulingga tushliq o'kil boshini urib qo'yayman. Unda qilmay hiliq tamakidan basiniz bo'pti ekan Qunduz. Shuning pul yo'q, go'shk amroq degandek, uni undan chiqib ket. Maylamsa. O'tinib qolay. Men mush yerda birdam orom bera olay. Bekli uyqum kelib ketdi. Bo'pti, aramasang al. Biroq to'lib bildirmay jim yot. Lazımları toplaş yatak yetişeceğiz. 7 günden 10 güngacha Aqtaq yo'qolib. Akbarjon kelmaydi ku. Birlashtirilib qarib yig'ilgan asakilishni ilgari surib. Bolalarimiz cho'ngib qoldi. O'ziga tushib ishivadi. Qachonliq qarsa akamdan ansirab yuradi ekansiz dada. Akam maktabda munavvar o'qituvchi tursa, bu yer bir kichik bola emas. Uning yurish turishi g'ayrak turdi. Qizim, dadamning degani ming to'g'ri. Jamiyat hozir pek murakkab. O'zimizning yeshimni berib qoldi. Uning peshin qolishib qoldi. Yana sizmi baqib? Bikoq bergan ochiq quyruq yo'q bu yerda. Yo'qolib tutib kelish. O'tinib qolay acha, mush birliqatim rahim qiling. Yaxshiligingizni umr bo'yi unutib qolmayman. Qanday xizmatga soatsingiz selib bir chekim bersiniz bo'pti acha. Qanchalik pul ekan bu nimalar? Ikkisining aram 103 qo'y puli ekan. Rostlar qanday ish qila olamsizlar? Har qanday ish qila olamiz. Agar qamlashtiramay soqchilar tutib qolsalar, o'zinglarning sho'rjima. Chatoq yo'q. Unda bo'lsa, birinchidan qo'g'in sodisini qilib xabarni bersizlar. Ikkinchidan, mavi bilezikni ilinglar. Mush belgini ko'rib, sizlarga haqsiz pul sepmagan palchilarning degini bo'yicha ish qilasizlar. Bu bilezik qo'linglarda bo'ladi. Esinglarda bo'lsin. Agar palchilardan pul olishni xohlamasa, xizmatlarda bo'layli, qanday xizmatlar bor ekan deb so'raysizlar. Agar pul talab qilsa, pulni berib ketaveringlar. Agar men degan vazifani ko'ngildagidek o'rnida olsanglar, chekadiganlarni haqsiz ta'minlayman, ya'ni mukofotlayman. Ola ko'ngilli qilsang, jiningga izi bo'lish. Xotirjam bo'lsa aka, sizlarga ola ko'ngilli qilishga beshimiz 10 mo. O'zlari uchun jon pitalik bilan xizmat qilamiz. Chuqum shunday qilamiz. Ularga o'kil urib qo'ying, Qunduz. Mencha. Rahmat aka.
Rahmat aka. Xo'sh. Rahmat aka. Xo'jayinning gapi esinglarda bo'lsin. Man qarang, bundan keyin bundaq yalan to'shlarni aklayvermang. Bo'lmasa beshimizga pishib terib olamiz. Siz bizga xaridor qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'ldi degashga. Qo'lga keltirgil bo'lganlikdan vaqtlarni xiroyonga o'gatdik. Shundoq deganim rost. Biroq hisobli yalan to'shlarni beqib olsak, beshimizga balo bo'ladi. Otamanga javob bermasak bo'lmaydi. Siz hejab bularni bundaq nozik ishga buyurib qoldingiz-a? Ular bizga qarzdor va ehtiyojli. Agar oliko'nli qilsa, orqasiga yana odam sepib qo'yamiz. Agar askini qilsa, xiroyin chekib o'libdi deb oxiratga uzitib qo'yamiz. Bu uydan yo'tilib ketsakmikin deyman. Bu uyni bekchi qadam bilib ketdi. Bo'ladi. Atil ko'chimiz. Bu nima? Yo'q. Tamamdan qisqas. Chiqaram ha. Aka, kimni izlaysiz? Zubayda Qunduz ismli qizlarni izlaydim. Ular uyda bormi? Bilmaydi ekanman. Biz bu uyga yangidan ko'chib kelgan. Sizlar qachon kelgan? Bir hafta bo'lib qoldi. Setib oldinglarmi? Ijaraga olgan. Ma'qulamsa. Ben ne buldum? Qandoq inson, qandoq o'qituvchi edi. Hozir qandoq bo'lib qoldim? Men xiroyimni hargiz chekmayman. Kim? Ben Ekber. Oy, Ekber'misan? Qanday ahvoling? Kira. O'ltira. Ekber, bu yergacha qadiming yetib qopti-ku. Ozroq bir ishdan kelgan edim adash. Adash, rost gapni qilsam senda bo'laqva deb olmayman-ku. Yo'q, gapni qilmag'ina. Kim dedi menda bo'laqva deb?
Yok yapma kıma. Oldu. Yopuşturma adaş. Kaçandan başlap bu işini günü aldın ha? Muratlı adaş. Oldu yopuşturma. Bir çekin belgine. Boptu. Mening inimga tunç qitin kelsa. Sen bu biri. Ama bu işini qat'iy maxfiy tutsa, ha? Только я знаю, как после меня станут ветра голосить. Bu adaşning chiroyidan foydalansin bo'ldi. Ekberning to'yini qiladigan ishni qilsa holatdi. O'g'limizning gap so'zi yo'q-da. Yaxdi. Aba ishnachi. Yerim kechib o'g'ishini yuraydiganda bo'lgan vaqti. Benim seçilik bu. Havanın kağa işini kömemdiği. Şimdi manda kız etişmeysiz. Ben teksileni öldüm ekin derttim ben. Balısı bilen kar yokup gitip tabi Allah'ın. Boldu qanday gapimiz bäti degan. Setleşmeyin bolam. Hey. Gap noz qilib, yotog'ingga kirib uxlab qol, ha? Demisim rastqo. Neçay oldu yenimga bir koymasa qo'shmaysan qo. Bola deganni deb qo'ysila bo'lamda. Nafaqatini Xulun qo'shini anglab qasmo beksat asta kirib uxlag'ini. Men seni ho'shga kirib qo'yay. Ma. Yo'q apa, men dadam degan ash gap qilyapman. Bu Hey, yog'och quloq. Kim sizning odishinkan? Adaş degan qo'shiladi adash. Mushundoq bolaning boqadigan kishi. Hey. Kirib, jimiyat uxla. Bizni aramog'ini qo'y. Aramasang alava adash. Men sen tutamagan ekan. Sen bu bir chaqlarda ajib ish etding-ku, ha? Apam bilan bizni qo'rqitib. Men neysem mamam degan, ha? Mamam degan. kirib yaslanmamdı. Mesela tam o'g'chilik. Masla. Balam. Ma. Kirib aram elib olgin. Unda qilma. Seni. Ertami tamota, ha? Bo'ldi qizlar. Qo'pa balam. Kirib uxlag'in, ha? Kel. Yaxshi ulgi bo'lolmabdi men. O'zimdan ba. Azroq bir choy ichib aslan. O'zlarni ayisla.
Salomatlik muhim emasmi? Bola tursa, undaq kamchiligi bo'lib turadi. Atdiganda ochiq yutib olmay, choy ichla, nomi yumshoq ekan. Qani asla. Ay. Voy kela. Akşam degan gaplarni esingda bordi. Akşam nima dedim? Esimde yo'q. O gaplarni takrorlab yurmay. Maaşını uyga ekirmaganning ustiga to'yinga atab yiqqan 9 ming so'mni so'rab tugatding. Senmi bir aqligisi? Vallahi aqli o'gitsan. İstiqbalingni o'ylasang bo'lmamdi. To'y ishingga batiq sening. Oti bo'lgan gunohmi? Bizga ishing og'irsan jinim bolam. İşki to'y maaşını nima yetadi? Ürümchi tursa bu. Balam, kundagidek aroq ichsang, bu maoshing qanday yetadi sana? Bizni bundoq bizar qilib o'tma. O'qituvchidek yur. Agar yana oldimga mas keladigan bo'lsang, men seni kechirolmayman. Bundan keyin aroq ichmasam bo'ladigan-da. Oldimga aroq ichmay bir kirib boqina. Men bir xushib qolay jinim bolam. Bo'ldi, bundan keyin aroq ichmadim. Bire ko'ngilsizlik kuchirga o'xshamamsiz. Hamma ish o'tib ketdi. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilma. Yo'lda sal bexasalik qilsangiz, aram turdi. Yo'ldagi mashinalar odam so'qib o'tgan. Bo'ldi, yeshig'ini surtib. Yura. İsmingiz nima? Karima. Nima ish qilasiz? Universitetning yapon tili fakultetida o'qiyman. Ismim Akbar. O'tir maktab o'qituvchisi. Acaba yamankense bu yigitni qanday qo'liq tushirib oldi? Bexastalik qilma Karima, bu misbaxt qushing uchib ketdi. Yigiting bakli chiroyli ekan. Rahmat. Boshqa qizlarga nazar ko'rsamay Karimani tanlavaga u yigitni malton edi ekan-jimi? Ashunda qamlashgan shu yigitning muhabbatiga erishib, bir umr g'urbatchilikda yashasangmi, armoning qolmaydi degani. Karima, sen malma, qayerdan mili? Oltaynangmi, cho'chaknangmi? Nima ishda Zufra? Aka, idaradiklardan qo'baratdik. Shuningga bilet ishlasang bo'pti. Ma'qul. Avar qilgan bo'ldim. Bu degan qanchalik ishdi? Birdan saqlaylik. Aka, muhim ishing yo'q bo'g'aydi. Yo'q. Keldi. Pachpul tayyorlaylik. Ma'qul. Jura.
Yaman buldu gülde çırayım Ruhim bolgaç söygüge gaday Tuncukta hem vurur vicdanım Ruhim bolgaç söygüge gaday Tuncukta hem vurur vicdanım Bilmey yaşam hayat kadrini Kansız dilde uygatsın nefret Bilmey yaşam hayat kadrini Kansız dilde uygatsın nefret Durmadım hiçbir memşem Gözlerde yaş kaldırdım nefret Kaldırmadım hiçbir memşem Gözlerde yaş kaldırdım nefret Vay. Ben şu atlısı böyle tağılmadım. Çorak git kıla. Ağlamadım. Makul. Zühre, sen durup dur. Ben berip tamak ekip olay. Makul. Ecep uzun dikeldin kol. Yakay. Yaxshimsa, Qanday ahvol? ishlaring joyida-da. Yomon emas. Menga 3 bilet lozim edi. Qayerga? Qashqarga tepagan bo'lsa, 600 so'm. pulini chiqara, tez bo'l. Pulum yo'qtirdi. O'tara qaramamsa. Yo'q shu. O'g'rilarga o'xshamamsa. O'tara qara. So'mkani kim tuta olmasmidi? Kim tutqandim bo'lmasa? O'g'irdiga nag'risini chep olamti? Bo'ldi. Mishildamay mangala. Avar qildiqqa.
Qanday ahvoling? Yaxshimsan? Yaxshimisiz? Bu yaqin do'stim Murodi. Bu mening qiz do'stim Karima. Chiqinglarni tabriklayman. Ko'zing moltunlikka jumoq ya. Menjan qandarasga yenidan tanishdik. Bo'riroq degan bo'lsam, sizlarni so'rin tuzib o'zimni tabriklayman emasmi? Bugun men qo'sh-qo'shallik ketdi. Birinchidan, sening shunday chiroyli qiz do'sting bo'pti. Ikkinchidan, men bugun qiz do'stim bilan aktishib qoldim. U hozir meni oshxona saqlab turdi. Senanga tunishib qolsin. Bo'ldi. Men buningga bir nim demayman. Eng yaxshisi Karima o'zi bir nim deydi. Qanday? Kech qolamisiz? Bo'lmasa sat turdi. Biraz o'tiriblar, qaytib kelamiz. Mangayli. Makila balam. Dada, qanday ahvolingiz? Tinchaman keldingmi? Uydagi pul kartochkasini sen oldingmi? Ha, men oldim. Hanim bo'lsa. Bala, bu ya oz bo'lmasa, 10 ming qo'ydigina. Dadangning pensiya puli tursa, hech bo'lmaganda bizga deb qo'ysang bo'lmasmidi? Attigandan beri pul kartochkasini izlab o'yini qizilib. Men bir og'inamga qarz berib turdim. Qaysi og'inanga? Bo'ldi qila apa, so'ravermigina. Ya pulni yo'qda etmagan tursan. Ko'rib turibsan sen balam. Hozir haqqa ishongil bo'lmaydi. Ishonchlik odamlar Akbar Tünögün sınıfta yıkılıp kaptı o. Nim boptu? Tünögü onu doktorxonaga apağan toq. Oqchi kishi xumar bo'lib qopti deydi. O'zi bir yaxshi o'qituvchi edi. Nima deb yomon yo'lga minib qoldi ekan ta? Ko'z tekkandakli bir ish bo'pti-da. Necha vaqtdan beri gumonlanib yuratdim. Gumonim to'g'ri chiqibdi. Yaxshi bir o'qituvchidan ayrilib qopdiq-da. Voy, yasnashlar Ikram. Uyga tinchliqda. Tinchlik. Asiyadamchi yaxshi turadi.
Ko'rishgach, Akbar to'g'riliq paranlashay degan. Akamga bir ish bo'lmagandi? Yo'q, ansirma. Ko'nglishmi yo'q. Sal intizomsizlik qilib atidi. Bo'ldi, men chiqay. Voy, quruqlik qaytamsiz. Choy ichib mansiz bo'ladi. Sodiq akamlar kelganda yana kelaman. Ma'qulamsa. Ma'qulamsa. Xo'sh. Aka, to'xtag'ina. Sendan bir gapni so'ramoqchi edim. Nima ish? Demamsan? Maktab mudiri seni izlab kelibdi ekan. Nima ishga? Sen to'g'riliq gap qilib qolding. Mush ishmetdi. Boshqa maktablarda taklif bilan dars o'tib, qo'shimcha tavovatganimga chidamay qolibdi-da uni bilan. Shundaqmi? Bek yaxshi qilibsan aka. Qaysi maktabda dars o'tyapsan? Yenik sanoat maktabida soatiga 25 so'mdan haftada 8 soat dars o'tyapman. Maktabda aran 6-7 soat dars bor. Hatto ba'zi haftalarda darsmi yo'q. Shunga darsdan sirt ozroq qo'shimcha ishildim sanlar. Bu qilganingga bek yaxshi ish bo'pti aka. Lekin maktabning qay tizimlariga chaqchaq qilmag'in. Keyin pushaymon qilib qolmag'in yana. To'yim uchun bo'lsa ozroq iqtisod yig'ay dedim sanlar. Insabanga rahmat aka. Maktab mudiri uyga asan kelmaydi. Maktab mudiri mendan bir ishni yushirgandek qiladi. Dadamlarni pek so'rab qoldi. Bizdan bir ishni yushirib yurmagansan? Yurishtirishingmi burunga o'xshamaydigan bo'lib qoldi aka. Bo'ldi. Bir japoda tutgan uyimning yo'dilami hech narsa qolmabdi. Aniqlandi qandaqmi qilaman? Qandaq ahvolingiz? Tinchlikmi? Qani, o'ltiring. Aka. Bir ashdan kelganmidingiz? Mening bolam Xirayonga uyg'onib qopti. O'tinib qolay uka. Biz davolatib tashlatqizib olsak. Ko'ngillarni buzmishlar aka. Zar chekib, zarga uyg'onib qolgan yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash, ularga zar tashlatqizish bizning burchimiz. Biz bu ishlarni yaxshi ishlaymiz. Sel avval bu jadvalni to'shqaslar. Ondan o'g'illarini tepib, zar tashlatqizish o'rniga apiramiz. Obdan. Bu yerga ismini yozsizlar. Vay, Akbar bormi? Akbar uyda yo'q. Akbarjonning tamak tashiltish o'rnidan chiqqaniga xeyli bo'lib qoldi. Hozirgacha bekor yuradi. Uni yana hechqanday nejis chekimlikni tepib olarmikin deb bekla ansiravatman dadisi. Men shu ishning g'amida. Hozir quruq gap quloq xo'sh yoqmaydigan xotin. Qayerga borsam o'ylashib boqayli, keyin xabarni berayli deyshidi. O'g'lingiz nemish qilgan, nemish qila oladi deb so'raydi ekan. Buningga joyida javob bermak taskin. Qizimiz Zuhramo cho'ngib qoldi. Uning turmush ishi bor-da. Qizimizning qal'asida nima bor? O qizimni Akbarjonga o'xshash bolaga uchrab qolishi meni. O kasirlik chiqmay meni saqlab tursin. Aka! Mana. Vay, men Akbar. Mana ishining karimi. Endi uni hargiz og'zim qolmayman. Men sizga ishonaman. Siz cho'qin qaytadan chiqish yo'lingizni topa olasiz. Elimo, men xizmatimdan ayrilib qoldim. Agar sizdan ayrilib qoladigan bo'lsa, bu menga ig'ir keladi.
Başqa narsa kerak emas. Menga siz bo'lsangiz bo'ladi. O'zing bilsan adaş. Bu narsaning bahsi oltindimi qimmat bo'lib qoldi. Ba'zida texi patmon puling olsin topolmaysan. Bu ovqatning qiyinligini o'zingmi bilsan-ku. Xijil qilma. Og'ini degan og'ina, so'd degan so'da bo'ladi. Puling bo'lsa ba, bo'lmasa mayli. Bo'lmasa bir botolka aroq beray. Shuni chilashqidek ichib xumaringni bas. Aras, sen tabakını taşlatken yeni çık oldun mu? Senin xabaring yo'q adash. Amala saqlash xodimi bo'ldim. Lekin ular mening burun tamak chekinimni bilib qolgan o'xshaydi. Meni beka ishdan bo'shatibdi. Uydagilarmi meni sen cho'qim bir ish terib qo'yding. Bo'lmasa ular seni beka ishdan bo'shatatamdi deb turib oldi. Kerima ishonmagachga choy oshmay yuriydi. Mening qilgan bilan boshqalar mening tamak tashlag'animga ishonmaydi ekan. Shunlashqa ochig'imda sening mushundaq deb turib oldiganligini bilgachga oldingi kun aroqni o'ligidek ichib xumorni bosdim. Lekin damalliqqa azobdan xoli bo'la olsam-ku, ertasi butun bir kun badning ishqi yaramay qoladi ekansan. Mafligingni yeshilsa, yana shu xumor qiynaydi ekan adash. Men sizga shundoq ishonsam, siz yana nima ishlar qilib yurisiz? Uydagilar mushundaq desa, siz menga mushundaq gap qilamsiz? Lekin ishlar shundoq tursa, mendan nima mal? Karima, siz bo'lsangiz meni tushunsangiz-chi. Qo'ysana. Xotirjam bo'ling. Men direktor bilan hayt yaqin. Akingizga bir kishi xizmat deb beray. Bu qanchalik ishdi? Shundoq qilsangiz xush xush bo'ladi. Uyimiz xonavayron bo'lib ketdi. Akam o'ngishlaydi deb qoldi. Bo'ldi qiling, ancha kech bo'lib ketdi mangayli. Qaytaylik. Voy, qanday qilmoqlar? Ag'ina qanday qilmoqlar? Yaxshi qilib ketdingmi? Kelar birdan o'ltiraylik. O'tiraylik. Kelinglar. Qani, kelinglar. O'tiray. Mamamda. Bo'pti, siz do'stlaringizla o'tirib men. Sizni yolg'iz yo'lga qo'ysam qanday bo'ladi? Sizni o'zim o'tirib qo'yaman. Birdan o'tiring. Nima tamoq yeysizlar? Tamoqlarni buyurib yetyapman manga. Ko'rishmagili uzun o'tdi. Nima oldiraysan? To'g'ri. Oldirma. Birdan o'tamamda, ha? Nimancha oldiraysan ag'ina, ha? Qarg'anibek oldirash o'xshamamsan. Mehmonlar nima yeyishil ekan? Tevadan 5 botolka, kabobdan 5. Ma'qul, hozirla. Bizning qizlarni chaqirdi. Nimaga oldirash o'tib ketgizsan bu ag'ini qara. Sizlar o'taqashtiringlar. Voy, nimaga oldiraysiz? Birdan bir o'ltamamda. Shundoq. Bizmi yomon bolalar emas. Sizlar xili maltoni ekanjimi ag'ina? Qani, aladish. Aldirash o'xshamamsa. Mush bir sulanma yoki boshqasi bormi ag'ina? Bo'ldi, chaqchaqimi qara adash. Hey. O'tgankisi
Bunga o'xshamaydi. Bu qizim boshqasini boshlab ketsan-da, g'ini. Ha? Yo'q lan gap qilma. Ya manjima Siz do'stim ranjib qoldingmi? Hey, Sefer, xafa qoldingizmi? Qandaq bolalar o'qilib qolsaveradigan tazim tarbiya ko'rmagan bir nimalar ekan. Xafa bo'lma Sefer. Alloh tinchlik qopdi. Bo'lmasa hammasi ahli maktabni bitirganlar. Voy tangay, ular ish o'qigandek emas, nari o'qidi ekan tang. Qara, maslak, shirkatga. Aroqni beshinglar ichib yurgizlik mushkullar bilan jursanglar bo'lmamdi. Xafa bo'lma Sefer. Bundan keyin qarashmayman. Birdan tutib turing, ha? Hey, Sefer. Tushib ketgan judimni o'rlatmay o'zim Kechirim. ketaman. Hayotim qisqa bitib shu. Qo'rqmayman, Daf o'zi. bo'ling, ha? Kim? Lan Akbar. Ha. Bir ish bo'ldimi? Vallahi mal yerli saçlarını taptırıp koyuptu. Nima? Hey. Moshina ular necha qitim bo'ldi? Shunchalik ishimni qamlashtirolmay. Yarmas. Sening odamlaringning qo'lidan hech nima kelmaydi ekan. Hozirgi tartqizib qo'ygan tamakining pulini to'laysan. Men sana bir oy muhlat berman. Ziyonni qanday bo'lsin to'la. Bo'lmasa meni 100 xotir qilmadi deb menda ranjib qolma. Sen yanala qo'g'in so'tisini qilib baqsang bo'ldi. Qani. Kiringlar. Qani. Marhamat. Qani.
O'tiringlar. Qani hozir o'tiring, Men choy damlab chiqay. Muradning qiz do'stining keldigan vaqti bo'lib qoldi. Men sirtga chiqib, ozroq bir narsa kerak. Murad, qiz do'stingning keldigan vaqti bo'lib qoldi yaxshi. Men sirtga chiqib, ozroq bir narsa kerak. Ma'qul. Hozir kiraman. Tezroq bo'la. Ma'qul. Qani hozir o'tiring. Uylarimiz chiroyli bezobsiz. Ancha emas. Tijoratimizdan foydasidan, hozir o'tiring, Qani, choy demanglar. Dadam ikkinchi qatim Amerikadan kelgan chog'ida mening bo'yimning yoshli o'sganligini ko'rdi. O'z ketishni ilgari surib, bo'y o'stiradigan dora, Lili kapsuli. Men sizga plastik qo'yib beray. Dosyadan yig'indi takagan plastik. Qarang. Menga yaxshi. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.
Ha, çatak yok. Ha. Ha, buludu. Ha, Kerime Hüseyin. Her gün öz içi. Seni vurmay koymayın. Hoş ya. Mankara, ben sizge işinime. Ama bugünkü işten qattiq çatak çıkmışsın. Siz xotirjam bo'ling. Eğer işler ko'ngildagidek bo'lib qolsa, men sizni cho'qib obdan rozi qilaman. Cho'qib siz deganingiz bo'ladi. Ola keldimi? Andilasan keldi bog'ay. ishni aytay. Bering, ishni aytay. Vay, ben bek aldirash, mehmon keldi. Ha? Qanday qahvalar? Yaxshi, biroz kech qoldik. Qani, marhamat. Qani, o'tiring. Kerime dersini tushib qolmay, biroz kech qoldik. Bo'lmaysa adash, ha? Hech yo'q. Rayon qiz, mehmonlarga. Mana. Bo'ldi. Tez chiqib ketma. O'zimizning uy bilan o'xshash, ha? Shunday bo'lsa-mi, birdan o'ltirimizda. Tamakni yelikmi? Men o bir tal cheksam bo'pti ekan. Rahmat. Qani, cheka. Men aroq ichamayman. Yo'q, ichamayman. Voy. Bo'ldi. Biroz ichdim. Choy ichib o'ldirsin. Bo'pti-misa. Amqoq shaltiringlar. Ma'qul. Men sizga choy qo'yaman. Unda qolsa, do'stligimizni texmo cho'nqur bo'lish uchun, kelgusida cho'ng ishlarni vujudga chiqarishimiz uchun hammalarni bir romkadan so'qishtiratmaymizmi? Qani. Qani ketiraylar. Qani. Qarog'imning ta'mi sal g'alitimi nima? G'alit tetiga qaraq-ku bu, ha? Shundoq. O'zim g'alit odam bo'lgan ekan. Sodada xili ko'p deyiladi, ha? Qanday? Uncha emas adosh. Buning hammasi sizning tutqan emasmi? Yo'q, uncha olam emas. Men qo'rim qo'rib chiqaman. To'g'ri. Qo'rim qo'rsin. O'ttara qo'rim, ha? Endi atayin kelgandek keyin Kamkushada azal monch bo'ltamamdi. Uzunibdi o'rtamig'ili. Uning ustiga men jerk qolgandim-da, ha? Qani. Shunda qilaylik. Ma'qul. Qani, bir romkidan amsa. Qani, ko'taraylik. Amsa qiz do'stingiz zo'rmidimi? Bo'ldi, og'ina, bu ishmisan, ha? Bo'pti amsa. Qani ko'taraylik. Haraqning xili kichik ekan, ha? Bu haraqni o'tgan qatim Avstraliyaga borganda og'ish kelgan. Ammo qimmatgan degida. Nech pul ketmasa? $30 qoldim. $30 qancha pul bilamsan? Tijorat qilgan odam bo'lgandan uxlagansa? Biz bu kunlarning birida Karima bilan to'y qilgan chig'imizda to'yimizga akalarsan. Qani, Karima qiz, elam. Samo bo'ldi. Rahmat adosh. Og'inani mijozsin. Shunda qilib Karima qiz o'qishingizga teqiba. Unda bo'lsa, o'qishingiz bitgan chaqda men haytib o'taman. Mening har qaysi idora jamiyatlarda ishlaydigan og'aylarim bor. Asosiy qatlamda ishlaydigan do'stlarim bor. Bu qanchalik ishlaydi, ha? Men haytib bo'ladi. Ularni bir ashira mehmon qilib, qog'ozini to'g'rilaymiz, ha?
yana bir romkada ichaylik qandaq, ha? Og'ayna, bo'ldi qilsa qilarmikin? Hech qish yo'q. Karimani topshiriq bor. Topshiriqni Bo'ldi qo'y. qilayli endi. Omo muhim deyman. Ma'qul amsa. Ozroq istak ichayli. Ondaq bo'lsa, aroqni ichishdi. Yenini ichishimizda, ha? Qanaq dedim. Yomon juma sen, ha? Xapoma Karima, do'stimning yuzidan ozroq ichib soldi. Sizlar paralch o'tib turinglar. Men sizlarga Pokistondan olib kelgan choydan damlab kiray. Unda qilmasam bo'ladi. Hech qish yo'q, hech qish yo'q. O'tganda kelgan chog'da men senga damlab kirgan-ku. Ammo Karim ham tez baqsin, ha? Rahmat sana og'ayni. Rahmat. Rahmat. Ma'qul bo'lsa. Ay, unutib qoldim. Karima, o'zingizmi ko'rib turibsiz. Do'stimning ko'ngli bak yaxshi. U keyingi ishlarimizda chuqur asqatadi. Qani Karima, oldi bilan sizning o'qishingiz bitsin. Keyinchi bir gap bo'lar. Keyin men vafosizlik qilib yurmaysiz. Bo'lmasa men sizni hargiz kechirmayman, jimo. Chaylar suv qopdi. Almashtiraydi, ya. Bo'ldi. Bo'ldi. Choy quyib beray. Bo'ldi. Tatmay o'ltiring. Qo'rnib qoldingizmi? Voy yo'q. Qizil choy ichinglar. Rahmat sana. Rahmat. Arzimaydi. Qani. Choylardan ichgash, ha. Arqimizmi tugab qolay debdi, ha? Og'ayna, Karimaning ishlarida bizga yordam qilasan. Chataq yo'q. Unchalik ishlarni bizmi aroq ichgash. Karima, qani choy iching, ha? Choy iching. Ortiqcha aroq zo'limi deb. Choy bo'lsa ichgash o'tiring, ha? Bo'ldi, ichaverayli, ha? Tatinmay, ha? Ichavering. Choyning ta'mi qanaqroqga? Yaxshi. Chatalning choyidan, ha? Keyinchi bizga muakkad berasan, ha? Chataq yo'q bo'ladi. Buningda xotirjam bo'l. Shundoq qilib, adash. Karimaning ishqida meni unutib qolma-juma, ha? Masa ko'nglimga keladi. Bo'ldi, qil, xotirjam bo'l. Biz ikkimiz chuqur seni izlaymiz, shundoq Karima. Xotirjam bo'l, ha? Shundoq qilib, Karima qiz nima kasbda o'qiydi? U universitetning yapon tili kasbida o'qiydi. O'qish bitirgandan keyin bir yaxshiroq yerda ishlatgan deyman. Lekin hozir o'zing bilsan, adash, o'qish bitirgandan keyin xizmat etish tez. Bo'ldi. Men qara. Uni xizmat ishini mana o'zim bir qo'lliq to'g'rilayotimi deyman, ha? Qandaq? Endi adash, seni ko'rib ko'nglim ichilib qoldi. Xo'shal-xo'ram o'ltirsak, senmi choyning ta'min tetib baqsang deydi. Qandaq, ha? Tetib baqa? Film o'jiq chiqib ketdimi? Ish baqa. Men bir ko'rib baqay, ha? Ish. Qani, Karima qiz sizmi? Chaying bo'ladi ekan, adash. Rahmat. Endi biz qaysi qilamikin? Bo'ladi. O'zim opirib qo'yma. Nima qildiraysan? Qani, Karima qiz, tatinmang, ha? Choylarni jexlab qo'yay, ya. Jexlab ichinglar. Choyning ta'mi sal g'alitroq turamdimi? Biroz shunaqroq, lekin keyin odamni xushkayf qiladi. Yaxshi choy bu, yaxshi. Qani, ich. Choylarni so'qishtirib qo'y, qani, eling, qani.
Man qaradash. Shunday qilib. Nasıl kızsa? Oy. Ekber ne basa? Oy, Ekber. Karime kız.哟，这么一个军娃娃，哦，看看有没有起了，还有几个呀？还有起，还有起。Bey, ben Ekber. Dertligen karısa, hiç taşıma yok. Kerime yok. Kerime o, ne gitti? Erken meşaka bir koyduk. Atacağım. Sen hazır ne de? Makul hazır baray. Hoş. Telefonu bilgi olmaydığa zaten yemişti yok. Oğullarım çapa çıkmagandı. Ben fakat hatırlayacağım bulamayottum. Ağabeyim, mağarası gepni ettim. Oğullar zaten hamlık bir taraf kılıp attılar. Sana hiç işlemegen diken, onu soratmamış kılsın. Onda kılmay, bana dəfbəgi. Azıraq olsun bilip qalay. Ulanın hemisi saxtı. Onların cihazı zaman bulğanlarının beşi olma. O kızlar fakat bir işik akşamlık hemra xalas. Emisi ular, nemişte ərz qılışmaydı. Nemde bir erz kıldı. Xalq bana baskınçılık kıldı dapma. Ola degan kız bal tursa, mümkün emas. Olağı ötken iştimi bekrek. Yüz abroy muhim. Lekin ular hamon bir günü bizden öçelişi mümkün. Sen aldap kelgen kızlarning hammasi degidek o'quvchilar tursa, onun ustiga sen ulağı ishmaq, salohiyatning, xizmat o'rnin qatorliqlarni yolg'on aytib tursan, yana kelib qo'g'illarni pelakdan uzdan chog'dagi chiroyingmi bir-biriga o'xshamaydigan tursa, sen mu qo'narsi juma. Hey, gapning yuziga kelaylik. Bu qadam ishkizin bola chiqili, sendan boshqa hech odam yo'q. O'zing kirmaysan bo'lmaydi. Qachon yo'lga chiqaman? Әтінің айықтан бүтініп қойды. Әті yolға шықты. Сәтақ yo'qda. Маңайлы. Muş iş üçün mü ölümamakçı buldunuz mu? Bu xorluqlıqda qaçadı bizim ayca. Oğunusuğu rast sağlam. Bırak bu iş üçün ölüleş sel ahmaklık. Sağlam. Gerçi bu xorluq üçün ölüleş vicdan azabıdın bolsa mı? Şuna bu işlerini unutup gittin. O'qishimiz bitgandan keyin qadingizni ruslab igilikdiklar. Pul bo'lsa ishlarni qilib olmaydi. Haq eski chapaning o'rnida bizni xorlab turibmi vijdon azobi tatmagan yerda biz haq vijdon azobi tatib o'lib ishimiz kerakmidi? Men doktorxonadan chiqish rasmiyatini bajarib kiray. Qolgan gaplarni keyin deyishamiz. Savaqdaşlar sizni qatnash hodisasiga uchrabdi dedi. Shuni sizni alohida yo'qlab kelishimiz. Rahmat muallim. Hozir xil yaxshi bo'lib qolgan sanadosh.
Saqchilar senda bergan nomerga asosan mashinani izlab yetibdi. Bu saboqdoshlarning asriq ko'ngli. Rahmat. Ma'qul. Siz yaxshiroq aramaylik. Tushdan keyin darsim bor edi. Biz maqashtiraylik. Biz yana kelimiz odamlarga ko'p rahmat. Rahmat. Xo'sh. Yaxshi aramag'in. Bey, tursunma. Ben Maradılanış. Sen hazır kayada. Ben Şangay'da demişti. Anlasam, Ekber tutulup kaptı. Ben bir mezgil sen tarafta özüm daldı kalayım kim deyim. Boluda, lekin iz kaldırmayı. Onu da hatırcam ol. Maqul emse. Hoş. Bu mening adresim bilan telefon nomerim. Agar biror yordamga muhtoj bo'lsangiz, menga telefon qilib izlasangiz bo'ladi. Sizga foydam tegdiki, hargiz yenim tegmaydi. Ma'qul, cho'qim istab boraman. Xo'sh. Ana, xo'shamisa. Xo'sha. So'sor. Bu akimizdan tez vacıma. Shunda. Qani og'ash o'tirdi. To'g'ri qilgan javob bu. Karima, bu yoqqa keling. Nimish xo'jayin, 6-ayrimxona kirib, u yerga mehmonlar hamroh bo'lishib bering. Bu ishni boshqa qilib ketgan xo'jayin. Biroq mehmonlar sizni talab qilib turib olsa, menga amal yo'q-da. Men shunga sizni kirib o'ltirib hamroh bo'lishib bering dedim. Siz mehmonlarning endi o'ltag'ash, tamoqni ko'proq buyurtib, qo'rmalarni ko'proq buyurtib, ular harfni ko'proq ishkizing. Shundaq tapovutimizmi yaxshi bo'ladi emasmi? Yaxshi ishlasangiz, oyning oxirida mukofot beraman. Tezroq bo'ling, kiyimingizni yangi ishlab, 6-xonaqqa chaqan kiring. Keling. Hamma gidyapmiz keling. Elas. Tatlı. Kornlarda elas. Kale elas. Tatlı mı deybe? Elas. Kale. Bakın elas. Özüm öpeyim. Ya, elas deybe tatlı mı? Ben sizge bir çok sevip koyayım. Oldu, özüm öpeyim. İçim deybe. Bu benim kronum. Özüm öpeyim. Ya. Oldu. İçim. Oldu, özüm öpeyim. Ya. Bu benim kronum.
İçme, Özüm içme deyman. Bo'ldi. Uning ko'nglim, ha, içme. Endi maningdan maningdan birimga o'ynab qo'ysiz. Yo'q, men ichmayman. Birni. Man ilaman. Men ichmayman. Birni deyman. Ha? Yo'q. Mush birni la. Ha? Qani singlim. Satlashma. Singilchaq. Mush birni la. Ha? Birni. Rost ichmayman. Undoq deyman, ha? Ha, qani. Xo'sh. Man qarang singlim. Meni yat ko'mang. Ha? Meni yat ko'rsangiz hargiz bo'lmaydi. Mening yuzimni qilib, mush birni ichirsangiz, men sizlar vaqo rozi qilaman. Ha? Ichma. Singlim. Ichmayman. Qani xo'sh. Ha, birni ichirdim, hech kim bo'lmaydi. Ichma. Satlashma. Qo'yibsana. Satlashmadim. Jim o'tirma. O'tinib qolay. Men o'tinib qolay. Mendan hargiz xafaman. Men nima desangiz shuni qilib beray. Pul desangiz vaqo. Mana pul degan. Mana oldingizda turibdi. Mana appaqsanglim. Qanday qilaman desangiz? O'zini bilmaydigan pastkash o'g'ri. Bundaq pullarni xanacha gapirib beygin. Hey! Sen bu yerning paslashadigan o'rin ekanligini bilmabdi, ha? Ha? Hey! Xo'jayin! Qanday g'arz qilmaydigan narsa va? Xapamasla. Men xapamayman. Bu yerda bekor o'ltag'inimga deyman. Yunib ketamidi? Yangidan kelganman. Yunib ketamidi? O'qimaydigan narsani mening yenimga akirib qo'yib. Mushundaq to'ng'orlilar vaqtini isrof qildim desa. Baltaroq bilgan bo'lsam, sizni akirib yenimda gildek o'ltirizmabdi-mi? Ay, tuzuk gap qilsa. Nimanda qilala? Bir o'zdan ayollar turib, tashvish tala qarab yurar ekanlar. Tayniq gapni qilmaga. Tavakamni tutashir olay. Pek o'yin ko'p gaplar jamoasili. Agar meni deslar, boshqa bir kuni o'ltirib keslar. Bo'ldi qislar. Boshqa bir kuni. Keling, o'tiring. Ajab bir betingiz yo'q qizib olgansiz. Qachonli qarsa restoranga mehmonlarni xap qilib juramsiz. Men sizga deb qo'yay, mehmonlar kundan-kun ko'paysa bo'ladi ekan, hargiz ozishqa bo'lmaydi juma. Hozir bu shaharda ishning beshiga ursa, restoran tursa. Xo'jayin, men mehmonlar hamroh bo'lmay, boshqa ishlarni qilsam bo'lmamdi. Karima, mehmonlarning hammasini talab qilib tursa, menga amal yo'q-da. Hozirgi erlarning hammasi hojatxonadagi shevingga o'xshaydi. Ular ozroq ichib qizib olsa, hammalarga qunib boqisi keladi. Biz erlarning mush ojizligidan foydalanib ko'proq pul undirib olamiz emasmi? Bering, ishingizni qiling. Bering.
Xo'jayi, bu yoqqa keling. Qachonmi qarisi mehmonlarni ranjitadigansiz? Unda qadam bu yerga kirmayman desangiz bo'lmamdi. Mehmonlarni bir aplab-saplab go'llashni bilmamsiz? Siz ya bir ish qilmaydigan qiz olamisingiz? Men bu yerda ishlamayman. Ishlamayman. Karima? Karima? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizdan so'raydigan ba'zi savollar bor edi. Ajab vaqtida kelibsiz. Karima, bu yoq Yapondagi yaqin do'stimning inisi Mobito apandim. Yiğitloqin korxonachi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bu qiz yaponcha qanday so'zlaydi-ki? Xeli yaxshi o'rganganda qiladi. Bu qiz sizga tarjimon bo'lib bo'ladi. Karima singlim. Mobito apandim Urumchida ma'lum vaqt turmoqchi. Asosligi sayat o'rinlarini va savdo bozorlarini aylandi. Siz Mobito apandimga tarjimon bo'lib bo'lsangiz qanday? Bo'ladi ma'lum. Maktabdagi ishlardan xotirjam bo'ling. O'zim ruxsat etib beraman. Men bu apandiga tarjimon bo'lishni bekmi xohlayman, lekin yaxshi qilolmasmanmikin deb ansiravatdiman. Menga tarjimon bo'lishni xohlaganingizdan bekli xushalman. Men bu yerning sharoitini bilmayman. Karima xonim, menga yordam qilasiz. Shunga kundalik xarajat pulni siz boshqaring. Yetmasa, tatmay daver. Bu bugun xajlaydigan pulimiz. Sizningcha yetamdi. Oy, bu pul bekli ko'p apandim. Bizning bu yerda hamma narsa arzon. Yetmay qolmasli bo'ldi, xajlayver. Bo'pti, ish qilg'in qila. Akangizdan chiqadigan vaqti bo'lib qoldi-ku dedi. Mushaq chiqdi. Men bilib borayman. Bo'ldi, o'zim boray. Ikkimiz borsak uning deb qoladi. Nima deb bo'lmoqda? Keyin fursat bo'lib qoladi. Ras, dadingiz bilan apangiz qachon keladi? Akam chiqqandan keyin kelarmikin. Aka! Aka! Aka!
Oldu şıklama. Aka öyküp gidelim. Otur. Aka, menden rencimigin. Yolda maşin to'silib qilib vaqtida borolmadim. Barsam, seni ketdi dedi. Keynandirlar yetib kelishim. Dadam apamlardan xabar bormi? Ulam yaxshi aka. Qolgan gapni keyin deyishayli. Qozig'im ichib qolgandi. Nimiga va men sana hazırlayıp beray. O'xshdi bir lag'matgina. Uy tamog'ini sig'inib ketdim. Ma'qul. Sen avval yuyinib kiyimlarini almashtirib olgin. Ongacha tamoqim tayyor bo'ladi. Tamog'ing o'xshab tursanlar. Rahmat. Aka choy icha. Men ishqi berib kelay. Qochqichilarni kep yig'ishtirman. Sen televizor ko'rgach aramib turgin. Ma'qul. Men hozirlik kelman. Men ketdim aka. Berivergin. Ma'qul, xo'sh. Siz bir yerde kim tanımısınız, qanday yerden beri alaysiz? Hal muallimiga tapılab qo'ymanda. O hergiz umidimni yerda qo'ymaydi. Biroq xizmat taqsimotiga kelganda hal muallim ortiramaydi. Chunki hal muallim faqat yuqori maosh bilan taklif qilingan o'qituvchi. Acaba hal muallim sizning yaxshi o'qig'iningizga isbot berishga yaramasmi? Uningga yaraydi. Biroq yo'lmamasam har qancha yaxshi o'qig'ini bilaman beka. Qanday yo'l mangdi? Pari berdi g'ashmi? Buni pari berishda ketganim bo'lmaydi. Bunday yo'lni sizga o'xshash korxonachilar ko'p manglar. Tushundim. Bu ishning yo'li munosabatli o'rinlarga ozroq pul xarjlash ekan shu. Xotirjam bo'lib yarimi. Sizga yo'lmengiz ketgidek pul berman. Yaxshi ko'nglingiz rahmat. Bu borda men Yaponiyaga chiqish pasportini bejarib bersam, chiqib ketishni xohlamsiz? Yaponiyani ko'rishni xohlayman. Ammo u yerda bir umr yashashni xohlamayman. Yaponiya degan butkul dunyo taraqqiyotining ko'zligiga tursa, nima ish xohlamaysiz? Chunki men tug'ilib o'sgan bu suyumli makonimni yaxshi ko'raman. Boshqa davlatlar qanchalik taraqqiy qilgan bo'lsin, baribir u sizning vataningiz bo'lolmaydi. Bu so'zingizdan to'liq mamnunman Karim. Chunki siz vataningizda qizg'in so'ydi ekansiz. Men shunda qarayman. Har qanday davlat o'z so'ygichilari va himoyachilari bilan qudratli bo'lib tura oladi. Ham gullund. Aka, Erdoğan chiqib qaptimi? Kela, o'ltirasizlar. Dadam, apamlar salomat turayotgandi. Sen turmaga kirib ketgandan keyin dadam apamlar yurtga shu ketgancha qaytib kelmadi. Haras, bugun ulardan xat kelibdi. Ular xatini so'rabdi. Ular yozdi qaytib kelgidek. Ular qaytib kelgidek aka. Ular xatida meni og'zimga ep qo'ymaganda haqiqatan. Yurak parasini seg'inmaydigan ota-onalar bormi aka? Ular o'z vaqtida sendan ranjigan. Lekin o ranjishlar vaqtliq. Chunki sen bir o'g'ilda. Shun ular seni har bir pochxetida so'rab turdi aka.
Royonu düşürme aka. Sen texi əmdil 30 yaşqa kirdin. Kelgisi neyini işlerini qılsan texi? Meni tushanginiga rahmatsan. Men o'rnimdan dast turib, jamiyat ham ota-onam oldidagi gunohimni suyman. Aka, men sana ishoniman. Aras, o'tgani deyishib qo'ygan xizmat ishini o'qishib baqdingmi? O'qishdim, az qoldi. Ungacha sen uyda aram etib turgin. Bo'lamdi. Rostini aytsam, dadam opamni bak sevindi. Lekin shu bir yerda xizmat tepib ishlab, amaliy harakatim orqali zahar chekishning uzluksiz qo'l uzganligini ota-onamga bildirmoqchiman. O kunlar uzun qolmadi aka. Aras, o'ydiklarning xetni og'ini ko'rib boqay. İşxanamda qatdı. Əhdə xoş gəlir. Dadam apamlar xetida raslamon salom yo'llabdimi? Nimanda işenmeydiğin sen aka. Ular her bir parça xetida senin ahvalını sorup durdu. Çaqchaq qilmayotman Zuhra. Men bu yashing'ichi birsini sizni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rib boqmagan. Agar siz meni tashlab etadigan bo'lsangiz, bu gap emas. Cho'qim uylab olaman. Unda qamaq. Agar shunday qilsangiz, sizni bosh qo'yib etmayman. Kızlar için söylüştümü söylüşmeyin. Eğer o xırıyın çekmeydiğalı bolsa, boldi. Onun muhabbetini harlamay. Eğer o xırdı bağdı, ben bari bir örümcek sıramayman. Belki anca uzun qalmay janıbdan yirak sahralarga ketişi mümkün. Eğer şundak bo'lib qalsa, siz qanday qilasiz? Qani, taklifinglar? Yeli o jannatning yirak sahralarga, cho'l jaziraga ketsangiz maqbulda boramiz. Cho'l jazirada nima ish qilsiz, Sara? Deyman endi. Turmush ishini o'ylashdanmi sen? Sen tursang menga nima qo'yibdi? Bundaq desang bo'lmaydi. Hozir ikkimizning xizmat o'rni, turmush sharoiti o'xshamaydi. Aytqina, o'ylashdingmi yo'q? Bo'ldi qig'ina, natiki gaplarni qildi ekansan. Aka, men kelib yordamlasha? Ha? Nima ish qilmayman? Musha turpasangmi hisob qil. Ma'qul. Ata-onam bu yerda yo'q sana. Hozir men ularning o'rinda. Har qanday gapim bo'lsa, tatmay davagin. Sen maslahat bera olaman. Men qilishni o'zimni bilmayapman. Uydagilar bu yerga yenib keldi. Lekin mening sahroq bog'im yo'q. Borsammi, kun emasligim mumkin. Biroq bir alışyotamsan. Ne dişeydi ekan? Bir şirketde buğaltırlık qildi ekan. İsmi nima ekan? Erpan. Onu yoqtirdingmi? Mushkullarda yaxshi qizlarni ham yaxshi yigitlarni uchirtish baktas bo'lib ketdi. Agar sen rastli yurtayib ketib qolsang, sen o'qigan odam baxtning ham baxtsizlikning nimaligini obdan bilasan. Oh, choy qaynab ketibdi. O chetalik bilan ko'ngillik aylandingmi? Nemisini deysan adash, bu men uchun yapon tilini pishiqlashning yaxshi fursati bo'ldi. Agar ish atlashib qolsa, Yaponiyaga chiqib ketsang bo'ladi-ku. Mening hozir hech qanday xayolim yo'q. Amisman yordam qila, mening shundoq chiqqim bor. Qani men Mobto apani bilan deyishib boqay. Lekin bu yerdikisini qanday qilsin? Vaqt kelgan bir gap bo'lmamdi. Takror vaqt to'shdi. Jira sinib chiqaylik. Keç qaldın qo'sanglar.
Bir do'stimning tug'ilgan kuniga borgan edim. Bundan keyin har qancha zarur ish bo'lsa-mu, uyga bir kelib, men xabar qilib qo'yib ondan manga. Ma'qul. Bundan keyin diqqat qilay. Odatda Urumchidan boshqa yerga o'tkilish oson bo'ladigan. Hajab son kelganda ta'sib ketdi o'tang. Shuni deyman. Dadam hech men bir muvofiq xizmat topolmay o'tibdi. Aka, bek kech bo'lib ketdi, uxlaylik. Ertadan boshlab men bir oshxona ishlaydigan bo'ldim. Nima? Sen oshxonaning ishlariga chiday olasanmi? Qarab turgan. Men sizlarni kutgan yeringlardan chiqaman. Bo'ldi, sen uxlayversanlar. Men birdan televizor ko'rib, ondan uxlayman. Ha, ma'qul. Qanday o'qituvchi edim. Men zodi nima bo'lgan inson. Men endi hargiz tomorqa chekmayman. Bundan keyin hargiz tomorqa chekmayman. Men endi yaxshi odam bo'laman. Bundan keyin bundoq yo'lga hargiz qadam bosmayman. Meni kechirgin. Apa, dada, meni kechiringlar. Men sizlarga yuklanmayman. Men sizlarning oldinglarda ko'p qarzdor. Meni kechiringlar. Men o'zimning qilgan gunohlarimga o'zim pushaymon qilaman. Meni kechiringlar. Apa, dada, men sizlarga yuklanmayman. Men o'zimni mushundoq inson bo'lib qolganimga qattiq echinaman. Meni kechiringlar. Kechiringlar. To'xtabdi. Bu jahon uzun jahon. Shunchalik oson qutulishni o'ylab ketdingmi? Unchalik oson ish yo'q, sana deb qo'yay. Sen iflosni erkak va o'g'il bolnikida adlashib ketgan. Sen mi o'g'il bo'lmadingmi? Bundoq yashag'chi o'lsang bo'lmamdi. Bu nomussiz iflos senda. Meni tutib bergicha, ocham tutib bersangchi. Sevgin texi, sonlanımı bu hayvanlar tutup dersen bu sanmaz. Hey! Tağamdek adam sırıp muşundaq geplan qilishqa yüzünüz qandaq chididi efendim? Yaxshi ko'rib qilish gunoh emas, Karima xonim. Onun ustiga yaxshi ko'rishning davlat, millat, din yaxshi chekilmasi bo'lmaydi. Ranjitib qo'ygan bo'lsam kechiring. Meni kechiring. Bundaq gaplaringizni yaponlik qizlar deb bering. Jinniz qasdi shabdol ekanda. Bo'ldi, Karima xonim. Kechiring. Ammo shuni inkor qilmaymanki, sizni rostli yoqtirib qoldim.
Afsus, sizni ranjitib qo'yarimni o'ylamagan ekanman. Bo'ldi. Bu gaplarni deyishmayli. Tamoq yeyli. Qandaq Karima? O chetlikdan hech chiqib qolding-ku deyman. Nemsin deysan adash, arzoyimni amalga oshirish uchun ularni artishyapman. U meni yaxshi ko'rib qo'ygandek qiladi. Adash, sen foydalangandek yer bo'lsa foydalan, lekin hushyor bo'lchimi? Oldingi qatim 13 kun tarjimonlik qilib berganimga 10 ming yuan haq berdi. Ürümchida bir mazgil so'l qilmoqchi ekan, shunga uydan birini ep qo'ysan. Nima? Bir xil beyib ketsan-ku. Men uning biradasini tanishtirib qo'yay. Lekin sen ularni ko'ldirib-senki, hargiz ko'nglimni bermaysan. Nima? Sen uningdan to'y qilamsan? İşlerimni bir taraf qilvasamla Yaponiyaga ketaman. Mana deydigan gaplaringiz bormi yoki ish haqingiz ozib qoldimi? Yo'q efendim, men sizning hamkorligingizga rahmat aytmoqchiman. Bug'da keliga chiqqan kunimizga telefoningizga endi qo'shilsam rozi bo'lasizmi? O'tganda siz qo'shilmagansiz. Siz bilan umrlik do'stlik qilishni to'g'ri topganligim uchun o'zim bu gapni qilyapman. Ondaqda o'zimni to'lim baxtli deb bilaman Karima xonim. Men Yaponiyaga beriblar. Sizga 400 ming yuan pul avatman. Uydan birini ep qo'yasiz. Men Ürümchida bir mazgil turib tijorat qilmoqchi. Siz xotirjam bo'ling. U yerdagi ishlaringizni yaxshi o'rinlashtirib, andin kelasiz. Chakchaygan ko'zda aql yo'q degandek. Oningdan kashkinim rost, onasi. On chiqib ketmisizlar dadasi. Silichidiganlari bilan men chidayolmaydi ekanman. Ekber yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, baribir bizning o'g'limiz emasmi? Qizimizning bir obdan ish o'rni bor. Ekberjonning ish o'rnimi yo'q. Shu bechara balamga tazimi tas bo'ldi. Shu balning g'amidila qoldim desizlar hozir. Ozmaydigan odam bormi bu jahonda? O'z balasidan kechikib chidayolaydigan qandoq yurakkin tang siladiki, hech bilamadim. Onun uchun mening yuragimni yig'laydi onasi. Chunki o yanil mening o'g'limda. O qalbimda paydo qilgan yara tek saqaymadi. Shunga Akbarning ismini o'g'lisamla peg'onim o'rlaydi. Omo Japonni bir chekib baqsin. Bu hayotning qadrini bilsin apsi. Elima Akbar o'z japa chekmidi dadisi. 3 yil turmida yotmag'ay oson ishmi? Dard alam üst-üstelab kelaversa, oson yomon yo'lga menib qoladi. Shunga Akbarni qishimizga yondirib kelsak. Endi yana qayt yomon yo'lga menib qolmasa. Bu degan o'g'liga to'g'ri. Elim Ürümchida yuzimiz to'kilib turamay, bu yerga qaytib keldik emasmi? Endi uni o'z yerimizga akilib olsak, yana gap anglamay yuzimizni to'kib yursa, qayrig'anda bizga nima tatquliq? Sizlarning mushkajliklaridan bolamizdan ayrilib qoladigan o'xshaymiz. Eg'zingni eshitmanglar xotin.
Cin, neymelerine kıp yürüyüp kaldı. Eğer Ekber ondak olmasa onu taşlı biterdiler. Hey, taşlı etkili iştin küçük olmasa o. O birisini öldürüp koysama, bari bizning balamızda. Mana mahu gapni bir dadida qildilar. Uzumay ürümchiga berib qizimizni ko'rgach, Ekberjani bir ko'rib gaslab optiki. Bo'ladi. Shunaq qilay. Pulni mo yüzünü tapdın. Anlasam ta to'g'ri yo'lda mamay etibsan. O'tgan ish o'tib ketdi. Tapgan taginingni elib tezroq chetlarga chiqib ketdin. Menga mo tezroq viz elatib beri. Bir taraf qiladigan azroq ishim bor adash. Shu ishlarni bir yoqlab qilib bitib yo'lga chiqaman. O'qishimiz butkul mo 2-3 yil bo'lib qoldi. Sen qanday qilmoqsan bir savdo yo'liga kirib olgan, men hech qismat topolmay yuraman. Mobito afandi bilan aloqalashib turyotamsan? Ha. U mo pat yaqinda Urumchiga kelmoqchi. Sening mamamla chiqdigan qani. Bo'lsa 2 kishilik viz eklashni toplab qo'ydim. Yaxshi kelmoqchi. Sening mamamla chiqdigan qani. Bo'lsa 2 kishilik viz eklashni toplab qo'ydim. Yaxshibdimi? Rahmat adash. Qilala. Tünege yitlab yürgüden qaysi kız o? Yürüvatkan kızın mı yoki? Ha, xo'jayin, yürüvatkan kızım. Aralashayotganiga qanchalik bo'ldi? Bir necha oy bo'ldi. Onun oil ahvolini bilamsan. Onun urug' avlodining tegi-tekni aniqlab ba. Agar bu ishni yaxshi bajarib kelsang, gardinondagi 10 million qarzni bekor qilib yetaman. Ortiq ishlarga aralashmay bu ishni cho'qim yaxshi bajarib kelgin. Qani al buni. Rahmat acha, xo'shamsa, men chiqay. Yaraysan yigit. Bu qanchalik ishdi? Sen aralashib yurayotgan qizning aksida 50 million pulim bor edi. Lekin u hozirgacha pulimni bermayotdi. Sen qiz do'stining turalg'isini bilamsan? Yo'q. Undaq bo'lsa, uning turalg'isini aniqlab bergin. Qiz do'stimning aksiga ziyon yetkazmaydigansiz? Yo'q, faqat pulni ber deb qistayman shu. Agar uningga ziyon zahmat yetkazsam, pulni qanday qilaman? Qillarni ishlash yigit, pulni men suylagan chig'imda men beraman deb o'tirg'i chiqsang, o qiz bilan asalla to'y qilib ketalaysan. Lekin menda unchalik pul bo'lmasa. Sen bu ishlardan xotirjam bo'lgin. Pulni men beraman. Ishlar aslida deganingizdek bo'lsa, siz uchun jinim ketsin mayli. Yaraysan yigit. Ala. Xotirjam bo'ling acha, hamma ishlarni deganingizdek qilaman.
İrfan, endi qaytib keting. Akamdan keldiği vaqtim bo'lib qoldi. Akangiz kelsa kech tamoqni sirti bilaylik bo'lmasa, men mehmon qilay. Hozir payt emas. Payti kelganda o'zim sizga deyman. Oy, choy qaynab ketibdi. Ishingizni qilavering, mayli bitay. Ma'qul. Ben qaytay. Ma'qul, xo'sh emsa. Xo'sh emsa. Xo'jayin, ish bitdi. Nima tamoq qatding? Pulu etdim. Chaqirtmasam kelmamsan? Bira, muhim ish olmadi. Albatta muhim ish bor. Dadamlardan telefon keldi. Ular bugun yo'lga chiqadi ekan. Rasma. Aka, xushal bo'lmay yig'layapsan-ku. Kim yig'labdi? Kulyaptiman. Unda ular atili keldi ekanda. Emis men at ustamdan bir kun ruxsat so'rab, dadamlarni bekat saqlab turay. Aka, men poloni usib chiqay. Bo'ldi, tamoqni chekivermay polodini yegishtir. Men choy damlab kiray. Poloring bak o'xshab tursinlar. Rahmat aka. Kela, Samiya. Qani, choy ichchi. Samu kela. Alay. O'xshabdimi? O'xshabdi. Agar dadamlar kelsa, yuziga qandoqmi qaraman? Bo'ldi aka, bu ishlarni o'ylamay tamoqni yegina. Ala. Vay. Ha. Ularni bağlab etdik. Ha. Etraf tinchgan. Kelaveringlar. Ha. Ma'qul. Xo'sh. Bularni qanday qildik emas? Ochimizga saqlab turaylik. Xo'jayin, ular mana. Qandaroq, Akbaraxo. Ahvol yaxshi-da.
Meni unutib qolgan bo'lg'aysing qachon. Biroq men seni unutib qolmadim. Voy. Tomochqdek bir chiroyli salomim bor degmi, texi. O'z vaqtida men mustamondek chiroyli ham yashaydim. Bu jahon o'tgan jahon. Endi men seni jazolayman. Shunda qilsam bo'ladigandir. Xo'rliqning qanday bo'ladiganligini endi men sana bir kesib qo'yay. Irfan, sen oldi bilan qolsang, o'zini yurgan qizman. Bu Götünü qilay jinomatcha. Bunda qilsangiz, men bu qizni rasli yaxshi ko'raman. Bu qiz gunohsiz. Bu qiz endi seni hargiz yaxshi ko'rmaydi. Chunki o'zining qilganlarini bilib qoldi. Qara, uning g'azablan chachirib turgan ko'zlariga. Labzingizni turing. Siz qiz do'stingiz ziyorat tuzmayman deb va'da bergan qo'y. Götünü qilay acha. Uni g'irayim qilsangiz. Qo'yg'ina. Mau ashni murodiga yetkazib qo'yinglar. Vazifani o'rinlab bo'lib, maosh qismini topshiringlar. Bo'ladi. Bu tomochni qanday qilaman? Qanday qilishni o'zing bilasan. Asiya, Zöhrəg bir qancha qatam telefon qilsam olmadi. Uningki materiallarni bugun yuqoriga yo'lamasak bo'lmaydi. Siz Zöhrəni chaqirib kelsangiz. Qizlari ig'ir ro'yi zarbiga uchrabdi. Imkon bor jikkab so'rmisizlar. Tamoqni quvvatli kiysin. Yaxshi aramasin. Bo'pti.
Bana iş yok. Bo'ldi canım kızım. Yıkma. O ablakların derzisine. Özü bir. Özü bir. Bütünüz halay canım. Ata anamni qilib o'ldirmaydingiz. Hergiz unda ahmoq ishni qilma. Hergiz unda ishni qilma. Senin bolam. Dada. Akamın derigen qıpaqsaq bo'ptiki. Bo'ldi kızım. Bugün sağ-sağlam baraylı. Kerime, sen kanun bu iş qo'zg'alindi. Mening tayyorlig'im batdi. Bu neymiş Kerime hanım? Odatiy ish. Buni keyin tushunib qolasiz. Kerime, ben advokat teklif qilma. Sizni oqlab chiqma. Derhal kesle. Cinayetçiler qo'lga tushdi. Erpandiga ablaqni tutmoqchiga hukm. O mo'ziyankeşlik kuturgichi unishni sarang bo'lib qoldi. O'zini jazolab o'tiradi. Opta. Beşini ko'tara. O'zing jinoyat qilmishiga iqrormisan? Iqror. Lekin mening qig'inim uning qig'ini oldida hech nima emas. Ondaq bo'lsa, o'zing jinoyat qilmishingni tafsili so'zlab beramsan. Bo'ladi, so'zlab beray. Qani o'tira. O'tirib tafsili so'zla. Men asli bir oq ko'ngil o'quvchi edim. Lekin Çaylarni jehlab qo'yay, ya. Jehlab ichinglar. Çayning ta'mi sal g'alatiroq turamdi. Biroz shunaqroq, lekin keyin odamni xushkayf qiladi. Yaxshi choy bu, yaxshi. Qani, ich. Choy bilan so'qishtirib qo'yay, qani, eling, qani. Sen de korkmamsan. Ekber allaqachon seni bana tam haqiqiy tegishib aytgan. Men dedim. Shamsan chiqib qarab baq. Qanda? Nima dedim? Meni qo'yver. Bar. Qo'yver. Shunday qilib, men uni o'ldirib etdim. Mundaq işte. Sen xatalashibsan. Muradilni qo'lga ilindi. O hammani to'liq iqror qildi. Sana ziyonkashlik qilgani Akbar emas, balki Muradilkan. Sen onu begunoh o'ldirib etding. Biz bu ishning rostchiligini to'liq aniqladik. Sen endi qonunning jazosini kut. Nima?
güldek çırayım Ruhing bolğaç söýgüge gaday Tunjukdy hem gurur vicdanım Ruhing bolğaç söýgüge gaday Tunjukdy hem bilmey yaşa hayat kadrini kansız dilde uygattın nefret kaldırmadın hiçbir namışan gözlerdi yaş kaldırdın nefret kaldırmadın hiçbir namışan gözlerdi yaş kaldırdın nefret Kelgin